Hazillashmang ona bilan. Qo'rqing. Onaga ozor berish kerak emas. Ona ozorlansa, ona duo qilsa, onaning duosi ko'kka yetib boradi. Onaga ozor bermang. U kelin bo'ladimi, ayolingiz bo'ladimi, zarracha ozor bermang. Yani kirib ketmasdan, osongina qilyapti. Mana oldida turibmiz, oldida. Yigitlar namozga turdi. Mana Alloh baytiga kambag'al bo'lsa ham chaqiribdi. Ey Allohim, 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 Allohim. Men bizni Boyiga og'izdan gulchambar sochib, qalbiga shodlikdan qo'rg'on quraman. Hayotida yangi sahifa ochib, onamni eng baxtli ayol qilaman. Quvoch elchilari turar boylab, yuragim tubiga mehrini joylab, hammadan ham ko'proq asrab avaylab, onamni eng baxtli ayol qilaman. Man onamni eng baxtli ayol qilaman. Hoji onamiz bilan birgalikda keldik, alhamdulillah. Oilamda biz shundamiz. Sog'lik, ayol qilaman. salomat bo'ling. Ibodatlaringiz qabul aylansin inshaalloh. Onamni eng baxtli ayol qilaman. mana mana Hasan otamman mehmon hozirda bo'lding bolam sen mana voy payg'ambar bojani mana bolam mana aynalay mana qayerga jo'natdinglar bolam Alloh yuzingni yorug' qilsin o'g'lim pochtalarga insof bersin xudoyo xudovanda Putinga ham insof bersin Mirzayevga ham insof bersin bir Alloh taolo yaxshi bir pochtalar yaratsin biza O'zbekistonga ham muqobil Alloh O'zbekistonga o'yladigan hammamiz niyatimiz yetakka Makka Madina ahligalari mana Hasanjon mikrofon bolam mana ayajonni ikkovimiz ayajonni mana